Hammaga salom do'stlar, obunachilar. Bu 9-qismi. Shuncha payt video olmadim do'stlar, obunachilar. Ovoz berolmadim-da shu. Bunday bo'ldi, nima deyim. Oldimda bo'ldi hech narsa. O'zim ovoz berayim keman. Hozir biz daraxtlar chop olamiz adagin. Davom etamiz. Boshqa yerlarga o'tamizmi? Men bu unaqa daraxt topish kerak. Daraxt. Menga farqi yo'q, o'zi tushadi daraxt topilar. Men ketdim. Men bu hayvonchalar qalasan. Nima bu hayvon ismi? Tushib ketdi. Qancha qoloqchasi? Nima bu? Bu adashmasam boya hayvoncha bo'lsa kerak. Bordi-ku bitta. Yangi versiyada qo'shilgandim. İsmi Armadillo edi adashmasam. O'sha bo'lsa kerak-da, yana ham bilmasam menga nima. Endi biz bu tomonga o'tamiz. Dagin boshqacha yerga o'tish kerak do'stlar, bu narsa. Tosh tugab qopti, bu tomonga o'tamiz dagin. Tushib ketmasak bo'ldi. Oltin qaziq bor ekan u yoqda. Yer tagida oltin qaziq bor ekan. Oltin emas, diamond qaziq. Tepaga qaytib tushamiz ekan. Men uchun kerakli mevalar bor ekan. Ismini bilmasam-u. Qani? Mana shunaqa oltin rangli mevadan olishim kerak. Xurmomi? Qanaqadir g'alati ismli mevada. O'taychi. Bu marka. Do'stlar, obunachilar, kechirasizlar, bu 9-qismda tez tugab qoldi-da. Xayr.